deb o'ylaysiz? Ayollar ko'proq do'zaxga kiradimi yo erkaklarmi? Ayollar ko'proq. Iltimos, mana misol uchun erkaklar, ayollarda qo'rqmanglar. Erkak kishi zardali bo'lsa, ayol kishi pardali deyishadi. Opa-singillarimizga iltimos, shim kiymanglar. Erkak kishiga iltimos, ayollaringizga, opanglarga shim kiygizmanglar, kalta yubka kiydirmanglar. Ertaga ayolinglar o'rniga do'zaxda bir insonni taniymiz, endi uni aytmayman, bunigina 5-6 yil bo'ldi. Shu inson ayolini gapga kirgizolmasdi. Farzandlari kirgizolmasdi gapiga. Shu insonni o'tgandan keyin 3 kundan keyin uni qo'yganimizdan keyin yonidan qabrga olayotganimda juda azobini, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana tepada Alloh shunaqa azoblanayotganini men o'zim eshitdim. Menga Alloh eshittirdiki, shu bandam balki gunoh qilmasinmikin, shu narsani el xalqqa yetkazsin balki eshittirgandim. Arabcha tilda eshitgansiz demak. Arabcha tilda eshitdim. Qo'rqib ketdingiz. Juda qattiq qo'rqdim. Sochlarim qolgani ham oqadi.